O'zbekistondan, Qirg'iziston, Qozog'iston, butun dunyoda meni kuzatayotgan do'stlarim, agar sizlar nijniy belyo oldirmoqchi bo'lsalaringiz, arzonini ko'rsataman. Более-менее 10 yuandan dvoykalar, 10 yuandan qizlar ko'ryapsizlar. Hali wow, ana xoloslaridan emas, katta razmerlari ko'rib turibsizlar, ichlari, pampushkalarini 10 yuandan. Kimga kerak bo'lsa, yozishingiz mumkin. Juda ko'p xaridorlarim O'zbekistondan bo'lyapti. Demak, 1 kilosi qanchadan kargo tushyapti? Maksimum $3 Bularnikini tushirtirib jo'natib beraman. Maksimum $3 qizlar. Faqat ko'proq sizlar yozinglar. Gruppalar, agar bir qop to'plasangiz, keyin jo'nataman. Bir qop to'planmasa, pullarni qaytarib yuborasizlar. Mana shunaqa har xil rasvetka, har xil, hammasi har xil. Ko'rib turibsizlar, lekin новый осадка tovar. Hissasi bunaqa dvoykalar bo'lsa 12 yuandan qizlar, 12 yuandan. Bu ham qopga, donaga gaplashilmaydi umuman. 12 yuandan bo'lsa yozingizlar. Har xil kачествоda, sifati yaxshi. Faqat qopga olsalaringiz, konkretno shu yerda turib obzor qilaman, o'zlaringizga jo'natib ketaman. Donaga yo'q, men boshqa kelmayman, chunki bu yerda vыбор juda ham katta. Meni bemani yozganlari menga ko'p bo'lyapti. Mana bu nijniy belyolar, qarangizlar, bu nijniy belyolar 3,5 yuandan. Xlopok, 100% xlopok. Cotton.